Sevinchkalar zo'r bo'ladi. Umumilisini chekiring. Yo'qmay, odamzod tugashi-ku. Ukajon qalaysiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Nima bo'lyapti? O'qish kiryapman aka. Axborot texnologiya 3 yildan beri tayyorgarlik ko'raman. Assalomu alaykum. Ukajonim, aynan siz uchun biza Yangijon konsert bo'lyapti 25-mayga. Sardor Mamadaliyev, Sevinch Ismoilova, undan tashqari 10 ta Axborot texnologiya universitetiga Xudo xohlasa budjetga o'qishga kirishga yo'llanma beryapti. 25-may kuni soat 18:00 ga yangi. Undan tashqari shu biletni olganingizning ichiga 10 ta telefon ham o'ynanadi. Yutug'i. Oldiginizga Sevinch Ismoilova ketgan Xorazmcha desangiz Xorazmcha, Sardor Mamadaliyev otam onam deb kuylaveradi. Buni biletni Nasaf stadionining eshigi tayyor sotiladi, Orzu bozorida eshigi tayyor sotiladi. Olishlaringiz mumkin. Sizga mana bugun bepul. Mana bizadan bepul. Yanga, shaxsan o'zimning obunachilarimga mana shu biletdan 20 tasini eng chiroyli kommentariy yozganga ana shu biletni egasi bo'ladi. Shaxsan Nasaf stadionining o'ziga videoni ko'rib kommentariy 20 talikni ichiyami? Albatta kelavering, o'zim beraman shu biletni.